Qayerdan topaman men hozir? Tinchlikmi adasi? Shogird kelmaydigan bo'lib qoldi. Bitta o'zim eplay olmayman. Bitta odamni qayerdan topaman? Voy. Ha, tinchlik, mehr ko'zlar bilan qarayapsiz. Malades, endi rastvorda ham qora. Mana rastvor. Bor, yana tayyorla. Siz shogird ishlatarmidingiz, qul ishlatarmidingiz? Zebo, qo'y buni, charchading-a. Bor, 13-etajdan teshani olib kel. Bo'ldi, hozir. Bu birinchi etaj, ha? Teshani olib keldim. Voy, endi bor ammirni olib kelchi. Bo'ldi, yo'lda ko'raman o'zi. Mana ammir. Ammir olib keldingmi? Tak, menga arra kerak. Atverka olib kelchi. Mana atverka. Endi bor rastvorni qora. Umidga qo'nim ochib ketdi, nimadir yeylik. Lapsha yeymiz. Men butun umr orzu qilgan edim lapsha yeyishni. Shu lapshami? Men buni roltin deb o'ylardim. Bugun xotinim ovqat qilmadi, yeyish hozir. Ol. Umid aka, nima 10 kundan bir telefon ishlatmayapsiz? Bilasan-ku, bizning ish og'ir, qo'ldan tushib sinib ketadi, o'shanga ishlatmayapman. O'shaning uchun ham siz Honor X7D ishlatishingiz kerak. Suvga chidamli ishingizga to'g'ri keladi. Tashlavorsangiz, simit tepadan qarang. Ishlayapti. Suvda ham, suvda ham bemalol ishlayveradi. Men o'zimga mosini topdim. Bor rastvorni qora. Charchading-a onasi. Sen damingni olib tur, ozgina ishla, keyin ketamiz. Men rastvorga oyog'imni tiqiymizdek ekanman. Zebo, tur ketdi. Ketdik. Ha? Voy. Qochib qolman. Chiqsi yo'q, men borman u. Ertaga kelaman. Umid aka. O'tgan storisimdagi pijamalarni Feruchidan olganman. Bundan tashqari ulardan skraplar, spreylar, hidi zo'r atirlar, original atirlarni topishinglar mumkin. Men buni Feruz Normatov uchun oldim. Yaqinda fotihalari, shu kuni sovg'a qilaman. Bundan tashqari o'zimga shirin hidli skraplar, kremlar. Bundan tashqari o'zimga men bu atir Good Girl originalini zakaz qilib qo'yganman. Bu menda ozgina qolgan. Kuz qish uchun вообще идеальный hid. Men rosa yaxshi ko'raman shu atirimni. Bundan tashqari qolganlarini ham aralashtirib sevib ulardan bemalol original atirlarni topsanglar bo'ladi. Вот sarpo uchun eng ideal magazin. Blogerlardan ham juda ham ko'pchilik, masalan, Feruza Normatova va Shahlo Alijonovalar ham o'zini sarpasini Feruchidan qilishgan. Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqanmisiz? Ya, ular sizga men chakmayman dadaysiz chakarlar. Yo, chaqqanmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli, sirim ochilishi. Hamsayalar chiqib qolsa, kelin salom qil. Hamsaya nomi? Hamsa endi qo'shni-da. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala umuman tushunma gapingga. Ashu giddi kuyganni aytsang, ertalatdan turay ichidim, sallarni oldinga boray ichidim, u bu joyga o'tiray ichidik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga ko'rsataman Azamat kadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dedingiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib berar. Azamat og'a, aprelda ham savdo bor, shundan aytkeling. Balam, aprelga parashok zo'r ekan, o'shani olib-ke. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashokni xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvyapti-ku, toza bo'lyapti-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxum barak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelol zo'r ekanda. Tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketdim. Uyi uzoqligi unasin kim ketib qolmagan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qandoqqa menusi-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da. O'rta oyib qolishimga ruxsat bering. Uydaga birga ovqat qilamiz. Tezlash o'rta ofrini ham tezroq qilsa, qonim to'yib qoladi hozir. Yaxshi dam ol. Ammo qayerda yotaman? Qizim, ber ko'rpamni. O'rta daysining bor ekan-a? Ha, lekin adam hech berma deganlar. Zo'r ekan lekin. Qara. Pomadam qani? O'rta o'yini ham bardak qilib tashadimi? Xotirami hozir birga yig'ishtiramiz. Qizingiz ham ancha yoningizga kirib qopti. Ha, ancha qo'lidan ish kelib qoldi. Yerga berish kerak. Variantlar bormi? Bor. Ebe, bugun cho'g'i kam bo'ldi-da. Nima qilsam bo'larkan, qochtiring. Ebe, qoshtiraman hozir sani. Ebe, o'poqcha. Shuni shilaman.
Yo'qda, seni yo'lingni berkitib, o'qitib tashlashgan qora ranglaring oppoq. Birinchi keyin sportejing bor, to'g'rimi? Ha? Undan keyin mersi oling, keyin san yetib oling. Menga yetib olishdi. Nima farqi bor? Laskalon. Seni o'qitib tashlashga agar qaytarma qilmasak, mashinang yiq olib ketadi. Keyin sendan itam reklama olmaydi. Qaytarma qilib bering. Hozir. Chiroyligini bunaqa merchaga o'tirgan birinchi lo'li bo'ldi. Qaytarma qiling. Qilolman, men odamlarim chaqiryapman, ebe. Qani qilingni och. Mana shu merchaga ko'zingni umuman poylama. Agar poylasang, umuman poylama. Poylasang umuman o'tmaydi duo. Tushundingmi? Ana belopti. Jnayzer belopti. Ebe. Belli ana böyle ket ana. Küf ana bittada yiqildim. Ko'ryapsanmi? Rahmat kattakon. Endi xizmat haqqim. Mana sizga qo'l haqqingiz, rahmat. Ebe 2000 mi? Ha? Sanga savol, 2000 ni bumaga beradimi? Yo'q, lekin Nimaga bo'lmasa menga beryapsan 2000 ni? Bilasanmi men qanday bir lo'liman? Shalo, ofishil lo'liman. Kimlar menda baxtini o'chirmaydi. Feyz Normatov erga topdi. Baxtini ochganim uchun. Shahlarijonova degan bloger eshitganmisan? yo'q, tanimas ekanman. O'zi unaqa taniqli qiz bas. Qarachadan kelgan bir menga o'xshagan bir qiz. Uni ham baxtini ma'oshdan erga ketdi. Voy, men ham baxtimni ochib bering. Beli tamom, saqqosini to'laysan. Qachon keladi shahzodam? Shoshilma, shoshilgan qiz erga yo'chma. Hozir seni chaqiradi. Zebo, ketdimi? Voy, umidga kelgan shahzodam. Nima? Meni baxtim ochib ketdi, lo'li. Qo'lidagi pulni sen berding. U mashinani mendan ham pul olgan. Bor pulini ol. Tövbe. Umrimdan bunday lift ko'rmaganman. Bir haftaga birgacha kelmasligim kerak. Kamina shalodan ehtiyot beringlar. Katta o'sim bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi sen oyijoningni o'ng qulog'isan. Qaysi bir aybish qilsa, menga ayting. Shuncha yillik dushman bilan endi do'st bo'lasizlar. Oydin kichkina kelin turmadi. Hozir uyg'otaman-da. Sitor voice bilan 35 minut gaplashdim. Balki yomonlagandir. Rostdan. O'zing baloni ham bilmasang ham, lekin hamma narsani aqllilik qilib o'rgaturasan. Nima ovqat qilamiz o'zi? Chukkana bunka degan. Afrika milliy taomi. Zo'r chiqadi, xo'ringlar. Xullas, sotdini rolidasanda. Yomon tomoni, usullaring seni chiqishtirishmaydi. Nima haqida gaplashyapsizlar o'sinjonlar? Quloqlar haqida. Eng qizig'i qo'ling shirin bo'lgani uchun shuncha kelin kelsa ham ovqatni baribir senga qildirishadi. Kichkina o'siningga hamma narsani o'rgatib, endi ish qildiraman deganingda ikki qat bo'ladi-yu. Kichkisi yo'q, ikkinchisi bor-ku, bunga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab o'tirsam. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan uy oldik. Yunusobod 19-kvartali ro'parasida joylashgan. Hamma sharoitlar bor, mazza qilib yashaymiz. Siz bo'lsa ham quturgan qaynona bilan yashayvering. Shuncha payt qaynonangni kalishiga patay bo'lgan bo'lsang ham, har doim mehmonga kichkina keliningni olib ketadi. Mayli, sabr. Alohida chiqib ketadigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi-yu deganingda. Kelin, shu desangiz sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma kelinlarni chiqarib, sizni olib qolaman. Anaqa Sevnur. Xo'p. Siz menga yoqib qoluvdingiz, o'shanga uydagilarimni sovchilikka jo'natsam degandim. Voy, bu nima deganingiz? Men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chet el yurishim kerak. Tushunasizmi? Xullas, men hali erga tegishni niyatim yo'q. Uzr. Sevnur, yaxshimi? Siz qarang, oradan 1 yil o'tib ketibdi. Siz hali ham o'sha kiyimdasiz. Men ham shu kiyimdaman. Sovchilik masalasini o'ylab ko'rmadingizmi? Men sizga aytdim-ku, men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, ko'proq pul topishim kerak. Qo'ysizchi? Umid aka, birinchi kursda aytgan taklifingizni o'ylab ko'rdim. Sovchilaringiz jo'natsangiz bo'laveradi. Qo'ysing, Sevnur. Men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, pul topishim kerak. Qo'ysing, Sevnur.
Pijamalarni Feruchidan olganman. Bundan tashqari ulardan skraplar, spreylar, hidi zo'r atirlar, original atirlarni topishinglar mumkin. Men buni Feruz Normatov uchun oldim. Yaqinda fotihalari, shu kun sovg'a qilaman. Bundan tashqari o'zimga shirin hidli skraplar, kremlar. Bundan tashqari o'zimga men bu atir Good Girl originalini zakaz qilib qo'yganman. Bu menda ozgina qolgan. Kuz qish uchun вообще idealniy hid. Men rosa yaxshi ko'raman shu atirimni. Bundan tashqari qolganlarini ham aralashtirib sevib yuraman. Ulardan bemalol original atirlarni topsanglar bo'ladi. Вот sarpo uchun eng ideal magazin. Blogerlardan ham juda ham ko'pchilik, masalan, Feruza Normatova va Shahlo Alijonovalar ham o'zini sarpasini Feruchidan qilishgan. Qayerdan kelasiz? Bog'chada. Nima bor edingiz? Qizimizni olgani. Qizimiz qani? Ko'chada qovun sotyapti. Shunga chalg'ib qizni qoldirib kelman. Qovun qani? Bog'chada qolib ketib. Bitta zapravka qo'yaylik-a. Как раз tualetga kirib chiqaman. Qayerdan topaman men hozir? Tinchlikmi adasi? Shogird kelmaydigan bo'lib qoldi. Bitta o'zim eplay olmayman. Bitta odamni qayerdan topaman? Voy. Ha, tinchlik, mehr ko'zlar bilan qarayapsiz. Malades, endi rastvorda ham qora. Mana rastvor. Bor, yana tayyorla. Siz shogird ishlatarmidingiz, qul ishlatarmidingiz? Zebo, qo'y buni, charchading-a. Bor, 13-etajdan teshani olib kel. Bo'ldi, hozir. Bu birinchi etaj, Ha? Teshani olib keldim. Voy, endi bor amirni olib kelchi. Bo'ldi, yo'lda ko'raman o'zi. Mana amir. Amir olib keldingmi? Tak, menga arra kerak. Atverka olib kelchi. Mana atverka. Endi bor rastvorni qora. Umid aka qonim ochib ketdi, nimadir yeylik. Lapsha yeymiz. Men butun umr orzu qilgan edim lapsha yeyishni. Shu lapshami? Men buni roltin deb o'ylardim. Bugun xotinim ovqat qilmadi, yeyish hozir. Ol. Umid aka, nima 10 kundan bir telefon ishlatmayapsiz? Bilasan-ku, bizani ish og'ir, qo'ldan tushib sinib ketadi, o'shanga ishlatmayapman. O'shaning uchun ham siz Honor X7D ishlatishingiz kerak. Suvga chidamli siz ishingizga to'g'ri keladi. Tashlavorsangiz simit tepadan qarang. Ishlayapti. Suvda ham, suvda ham bemalol ishlayveradi. Men o'zimga mosini topdim. Bor rastvorni qora. Charchading-a onasi. Sen damingni olib tur, ozgina ishla, keyin ketamiz. Men rastvorga oyog'imni tiqiymizdek ekanman. Zebo, tur, ketdi. Ketdik. Ha? Voy. Qotib qolman. Chiqsi, men borman-ku. Ertaga kelaman. Umid aka. Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqanmisiz? Ya, ular sizga men chakmayman dadangiz chakanlar. Yo, chaqqanmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli, sirim ochilishi. Hamsalar chiqib qolsa, kelin salom qil. Hamsaye novi. Hamsa endi qo'shni-da. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala, umuman tushunma gapingga. Ashu giddi kuyganni aytsa, ertalabdan turay ichidim, sallarni oldinga boray ichidim, u bu joyga o'tiray ichidik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga ko'rsataman Azamat akadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dadangiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib berar. Azamat og'a, aprelda savdo bor, shundan aytkeling. Balam, apreligan parashok zo'r ekan, o'shani olib kel. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashok xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvyapti-ku, toza bo'lyapti-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxumbarak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelol zo'r ekanda. Tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketdim. Uy uzoqligi unasiniki ham ketib qolmaykan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qanoqqa minus-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da.